Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Xo'roz tumani 15-son bolalar musiqa va san'at maktabi 2025-2026 o'quv yiliga qabul jarayonlari hamda birinchi chorak yakuni bo'yicha qisqacha ma'lumot berib o'taman. 2025-2026 o'quv yilida birinchi sinfga jami 51 nafar o'quvchi qabul qilinib, ushbu o'quv yilida 34 nafar o'qituvchilar ishga qabul qilindi. Shundan 19 nafari oliy ma'lumotli, 6 nafari tugallanmagan oliy, 9 nafari o'rta maxsus o'qituvchilar. Foiz hisobida 74% ni tashkil qiladi. Maktabda musiqa va san'at yo'nalishlarida 9 ta yo'nalish faoliyat olib bormoqda. Ushbu yo'nalishlarda jami 167 nafar o'quvchi tahsil olmoqda. Maktabda ichki tanlovlar, insholar, bir kitob barchamizniki hamda sport tanlovlari, ma'naviy madaniy tadbirlar bo'lib o'tmoqda. O'quvchilarimiz respublika hamda xalqaro tanlovlarda ishtirok etib, xalqaro tanlovlarda 2 nafar o'quvchimiz 1-o'rin, 3 nafar o'quvchimiz 2-o'rin, 4 nafar o'quvchimiz 3-o'rinni egalladilar. Respublika tanlovlarida 5 nafar 3-o'rin, 3 nafar 2-o'rin, 2 nafar 1-o'rinlarni qo'lga kiritishdilar. 28-31 oktyabr kunlari birinchi chorak yakuni bo'yicha imtihonlar bo'lib o'tdi. Barcha o'quvchilar imtihonlarni a'lo bahoga topshirdilar. Ijod maskani turkum tadbirlari doirasida ochiq darslar, konsertlar, hisobot konsertlari, muzeylarga tashrif, teatrlarga o'quvchilarimiz muntazam olib borildi. Maktabimizda madaniy tadbirlar hamda sanaga bag'ishlangan tadbirlar bo'lib o'tmoqda. Qisqacha ma'lumotim shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.